بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين آمين. أما بعد فبالسند المتصل إلى الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليه قال باب تعجيل الإهلال. أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا أهل مكة ما شأن الناس يأتون شؤتا فأنتم مداهنون أهلوا إذا رأيتم الهلال. قال محمد تأتيك الهلال أفضل من تأخيره. إذا ملكت نفسك وهو قول أبي حنيفة والأمة من فقهائنا. باب قبول من الحج أو العمرة. أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال قسم من حج أو عمرة أو غزو يكبر على كل شرف من الأرض ثلاثة تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وحده ونصر عبده لا حزن أحسن وحده. باب صدري أقرأ منكم حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صدر من الحج أو العمرة أناخ بالضحى التي إذ الحليفة ويصلي بها الفجر ويحلل. قال وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. تعجيل الإهلال degan ehrom bog'lab labbayk deb to'lashni burroq qilish demakchi. Ihlal deganda biz to'lash dedik. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu shunday degan. Makka aholisi degan shu makkalik bo'lsin, sirtdan kelib Makka turib qolganlar bo'lsin, Makkada turayotganlar. Nima uchun butun xaloyiq chachlari cho'q holatda kelsa, sizlar chechanni mayligan holatda faqirab chiqsizlar. Sizlarmi shu Zulhajjiningki eyini ko'rgan hamon ehrom bog'lab talbiyat olanglar. 8 kundan keyin ondan ehrom bog'lamay birinchi kundan tortib ehrom bog'langlar demoqchi. Bu endi mustahablik. Hammadan ajila Makka kelib 15 kun, 20 kun, 30 kun safar qilib chachlar cho'q, to'ptarib bunda holat kelsa, sizlar chiroyli faqirab maysuab bundan qilsangiz sattur duo ish Makka ahli endi bular 8-kuni Mina mang'ilgan chog'da ehrom bog'lab chiqdi qoida bo'yicha. Lekin endi bunda tursa yaxshi turmaydi ekan, satturdi ekan. Sizlar xuddan boshqa hammadan namoz o'qib tursa bu qarang'ishib turgandek bir ahvol yani. İbadet demişten çıkıp turganda ko'rinib qoldi ekansizlar deb bunda bir ko'rinish jihatdan bo'lsa-mu satturmusin deb bunda buyruqlilik bo'lmasa Umar radhiyallohu anhu 8-kuni talbiyat olaydi deb qaraydi asli qarashida. Biz yuqoridami Ibn Umarning namusini bayon qildik-ku. Ibn Umar 8-kuni talbiyat olaydi dedi. Dadisiga o'xshash. Qala Muhammad tajil ihlal afdal min ta'khiri ida malakta nafsak. Mesela burun ehromga kirib qilib, ehromga xilof ishlarni qilmaydigan bo'lsang, o'zing tutib oladigan bo'lsang, burroq talbiyat to'lig'ining yaxshi. Babul qafuli min al-hajj wal umra. Qaful degan qaytish, yurtga qaytish. Haj umra qilib vatanga qaytish. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haj umrdan yoki bir g'azotdan vataniga qaytganida qanday bir do'nglikka kelsa, sharaf degan do'nglikni ko'rsatdi. To'pilik ثلاث تكبيرات اشختم تكبيرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آيبون
Aybun degan asli qaytquchilarimiz degan bo'ldi. Lekin bu yerda Rasululloh ikki ma'noni tushunadigan shaklda ishlatgan. Ya'ni biz Allohning dargohiga qaytquchilarimiz degan ma'noda. Taibun tavba qiluvchilarimiz, abidun ibodat qiluvchilarimiz, sajidun sajda qiluvchilarimiz yoki namoz o'quvchilarimiz desak bo'ladi. Sajda degandan maqsad namoz bo'lg'achqa. Li robbina hamidun hamd etuvchilarimiz Parvardigorimizga. Sadaqallohu va'da. Alloh taolo dinning hukmron bo'lishida müminlarga bergan va'dasini vujudga chiqardi. Musulmonlarga nusrat ato qildi. Va nasara abda. Bandasi ya'ni Rasuli sallallohu alayhi vasallamga nusrat ato qildi. Abda degan shu hu damir Rasululloh qaytadi. Subhanallazi asra bi abdihi deganda. Va hazamal ahzaba wahda. Barliq islom dushmanlaridan shakllangan guruhlarni tarmar qilibdi. Xandak g'azotida bo'lsin va undan boshqa umuman bo'lsin islomga dushman bo'lgan butun ahli kufrni bir taraf qilyapti demoqchi. Babu sadari sadar degan asli qaytish. La nasqi hatta yasduru ar-ru'a. Shunami? Yomaydi yasdurun nasu ashtata. Qaytish degan bo'ldi. Endi bu Makkadan o'z yurtiga qaytishda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Zulhulayfadagi ashu sayliq kelib to'ysini cho'ktirdi. Biz Bathanimo nechqadim deb o'tdik ashu Zulhulayfadagi Makka qarab yo'lga chiqadigan chaqda boshlanadigan sayliq. Shu joyda to'ysini cho'ktirdi. Qaytishdimi shunday qildi deydi. Fa yusalli biha va yukabbiru va yuhallil. O'sha namoz o'qib, takbir tahlil o'qiydi. Yani la ilaha illalloh vahdahu degan shu yuqorqi zikrni. Yo'q, shu yuqordiki la ilaha illalloh vahdahu la sharika la degan shu duoni deymiz. Qala va kan Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu yaf'alu dalik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga iqtido qilib, Rasulullohga ergashgan usulda shunday qildi. Demak, miqat Bağlan çağda bir miqat olsa ya namaz o'qib yo ihramlikni boshlash nuqtasi olsa, qaytgan chaqda mo shu miqatga bir tushib namoz o'qish sunnat deymiz. Ya'ni mustahab qildi hech bo'lmasa. Bunun boshqa miqatimi shunda? من الحاج حتى يطوف بالبيت فإن آخر نسك التطرف في البيت. قال محمد بهذا نقول ثواب الصدر واجب على الحج ومن تركه فعليه دم إلا قائلا نفساء فإنها كافر ولا تطوف إن شاءت وهو قول أبي حنيفة عن كثير من فقهائنا. لا يسترن أحد من الحاج حتى يطوف بالبيت. Vedalışış tavafını qılmağıca acildən heç kim qaytmıson, jutu qaytmıson, yani tavafı vedani qılıp ondan qaytson. Fe inne ahiret nusukat çünkü hac faaliyetlerinin ve ömür faaliyetlerinin en tükencisi Kabe'ni tavaf qilish. Qala Muhammad rahimahulloh ve hada naqul tawaf as-sadr vacibun ala al-haj. Yani tawaf as-sadr ay tawaf al-veda degan gap shu. Bu hajga albatta umri qilguvchilarga, sirtinlik umri qilguvchilarga vacib. Tawaf al-veda qilmasa qon keladi. Hajdan nafaslatlar bunga ruxsat qilingan. Biz yuqorida bir necha hadisni o'qidik. Tawaf al-ifada qilib bo'lgan bo'lsa cho'maslik yo'q, qaytivasi bo'ldi degan. Hadisda sizning eng oxirgi qildigan ishing mush Kabani tavaf qilish bo'lsin degan bo'lg'achqa, so'zi shu oydirung ma'nodan chaqda yoki taksiga chiqadigan chaqda tavaf qilib tutmanda chiqish shu qoida. أخبرنا مالك حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول
المرأة محرمة إذا حلت لا تنتشط حتى تأخذ من شعر رأسها، فإن كان لها هدي لم تأخذ من شعرها شيئا حتى تنحر. قال محمد في هذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. Eğer kişi ihramdan çıkan çağda tavaf buldu, sayık buldu, ecvi olsa, kurbanlığını buldu, taşatkandan keyin ihramdan çıkmakçı olsa, çeçini qisqartishdan burun çeçini tarısı makruh oldu demekçi. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu shunda deydi ki, al-maratul muhrima idza hallat, yani hallat degani ihramdan chiqmoqchi bo'lsa, çeçini tarımısın. Kaçan taraydı olsa, çeçini qisqartgandan keyin andan tarısı. Yani qisqartgandan keyin ihramdan chiqayotgan bo'ldi, andan çeçini tarısa, çeç tushib ketamdi, yulinib ketamdi, cho'ng masala yo'q demekçi. Wa in kana laha hadyun lam ta'khudh min sha'riha shay'an hatta tanhar. Qurbanliq qilib kelgan bo'lsa, qurbanliqni qilib qo'yib, undan keyin andan çeçini qisqartdi, undan keyin taraydi demekçi. محصبي أخبرنا مالك حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب ثم يدخل من الليل يطوف البيت. قال محمد لا أحسن فمن ترك المنصوب في المحسب فلا شيء عليه وهو قول أبي حنيفة. Muhassab degan Makka bilan Mina'nın o'rtadagi bir vadining ismi. Mina'nın orlig'idagi. Bundan da shig'il tashla bir sayliq bir vadi bo'lg'achqa muhassab degan, hasba deganmi shu, hasa deganmanda shig'il tash. Bu aslida mush muhassab vadisida mushriklar Makkadagi musulmonlarga qarshi turib zulm qilgan chaqda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va musulmonlarga ziyon urish uchun ashada ahd paymon qilishgan. Shu vadida. Shu anda islom nusrat tepib, hukmron bo'lib, musulmonlar kuchaygan chaqda Rasululloh ash joyga bir tushib, ashada yarim kundak masalan, bir kundak turib, peshim asr sham xutdan o'qib, andın keçide tavaf qilish kirgan. Xuddamda ko'rdim mana sen mana zulm qilib, ziyon urgan joyda mana biz hukmron bo'lib, aziz holatda, mishada erkin holat namozimizni o'qiyotimiz degan tariqada islomning nusratini namoyon qilish uchun shu yerda shunda tug'an. Bu bir sunnat hamda. Shu qatim ildam manganga o'xshash bir sunnatning birisi. Qala Muhammad rahimahulloh hada hasan mustahab demakchi. Mustahab yak sunnat, mush hasan degan so'zni ishga ishlaydi. Lekin u yerda to'xtamaydan ketib qolsa-mu, hech gap yo'q, qon qildiganda bir ish yo'q demakchi. Yuhrimu min Makkah بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى فلا يسعى إلا إذا طاف حول البيت. قال محمد إن فعل هذا أجزاء فإن طاف وسعى ورمل قبل أن يحتجر أجزاءه ذلك. كل ذلك أسعى إلا أن نحب له أن لا يترك الرمل في الأشواط الثلاثة إن أجل أو أخر فهو قول أبي حنيفة. Mekke'den ihram bağlayan kişi, Mekke'den mesela hacga çıkmakçı, Mina'ga çıkmakçı. Mekke'de durup haj qiladigan kishi Mina'ga chiqishdan burun ihrom bağlaydi. Bu kishi boshqa sirtdan kelganga o'xshash Makka kelib bilan bir tavob qilgandek, bu bir tavob qilib chiqamdi yoki tavob qilmay chiqamdi, ihrom bog'lagandan keyin deydi. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma Makkadan ihrom bog'lagan vaqtida yawm at-tarwiya 8-kuni lam yatuf bil bayt va la bayna safa wal marwa. O Ka'bani tavob qilmaydi ekan, safa marwani sa'i qilmaydi ekan. Hatta yarjami mina ta shu
Arafat turib, Muzdalifga berib, Mina turib, ondan keyin Minadan qaytib kirgandan keyin ondan tavof qildi. Wala yas'a illa idza tafa hawla al-bayt. Tavof qilgandan keyin onda sa'i qildi. Tavof qilmasa sa'i qilmaydi. Undan keyin shu tavoful ifoda qilsam bo'ldi demoqchi. Qala Muhammad in fa'ala hada ajza. Imom Muhammad rahmatullohi alayhi shunda qilsa Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu degandek ada bo'ladi. Va in tafa wa sa'a haj ihromni bog'lagandan keyin tavofni sa'i qildi. Va ramala dastlabki tavofning dastlabki 3 aylanishida ildam minibdi. Qabla an yakhruja Mina chiqishdan ilgari shunda qilsa ajzahu zalik. Bu bo'ladi, bu ada bo'lgan bo'ldi. Kullu dalika hasan, bu mubash deydi. Mustahab. İlla anna nuhibbu lahu illa turka ramala bil bayt fil ashwat ath-thalathah al-awwal. Lekin yana mujunda qilgan ahvoldimi biz bu Makkilik deb dastlabki 3 aylanishda ildam mashina tashlab qo'ysa bo'lmaydi. Yaxshi bo'lmaydi deb qaraymiz. Chunki bu Makkilik bo'lsin, sirtdan kelganlar bo'lsin, hammasiga o'xshash sunnat ish. Ba'zi ulamolar Makkiliklarga sunnat emas, sirtdan kelganlarga sunnat deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinaga kelgan chog'da shunday qilgan degan bo'lg'achqa shuni qartar edi. Shahijning tavofiga hisob bo'ldi ekan. Ammo endi sirtdan kelganlar shu umriga hisob bo'ldi. Makkiliklarningki bu nafli hisob bo'ldi ekan. Nafli tavof hisob bo'ldi ekan. Qurbonlik qilmoqchi bo'ldi. Bu ifrod o'g'achqa, tamattu bo'lmoqchi. Yani sirtdan hadiya kelgandek emas bo'ldi, sirtdan kelgan avval yo'q. In ajala oxir degan, chiqishdan ilgari tavof qilsin, yo Minadan kirib bo'lgandan keyin tavof qilsin, Makkiliklar bo'ldi ekan va sirtdan kelganlar bo'lsa-mu, 3 aylanishda ildam mashina tashlab qo'ymaydi deb qaraymiz. يومئذ محرم بما كان من طريق مكة يقال له مسجد الجمال. قال محمد في هذا لا بأس بأن يحتجم الرسول والمحرم اضطر إليه أو لم يضطر إليه إلا أنه اضطر فلا يحدث شعرا وهو قول أبي حنيفة. أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال لا يحتجم محرم إلا أن يضطر إليه. Bu muhrim yahtajim ihrom bo'lgancha qon oldirish masalasi burun o'tib ketdi, shunami? O'tib ketganligidan muallaq burun bu babni bayon qilganlik esida yo'q. Ikkinchi qatim bayon qilgan bo'lishi mumkin. Sulaymon ibn Yasar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamningki ihrom bo'lgan holatda beshining ustidan qon oldirganligini rivoyat qildi. Makka yo'lidagi bir joyda, Madinaga yaqinroq. O joyning ismi Lahjamal dedi. Bu rivoyat hozir mursal. Sulaymon ibn Yasar anna Rasululloh degan. Sulaymon tabiiy yo'g'a chiqqan. Lekin sayinda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shunda qon oldirganligini necha sahaba muttasil rivoyat qilgan. La ba'sa bi an yahtajima rajul. Qon oldirish bo'ladi ihromli holatda. Majbur bo'lib qolsin yoki majbur bo'lmasin, ixtiyoriy holat oldirsin, mayli. İlla annahu la yahliqu shara. Lekin beshimdan qon oldirdim deb chashni tushirib qolsa bo'lmaydi. Va qol Abi Hanifa, Shafi'i, Imom Ahmadning qarashi va Imom Malik zurur bo'lib qolsa davolanish uchun tushirdi degan. İhram bağlayan kişi başkalarının kan alması olur mu? Ya kan aldıysa demek. Eğer şu bir kişi ihram bağlayıp mesela o kişiden başkalarının ben olmazsa kan alması istiyorum. Mesela başkalarına özü kılmayı başkalarına koysa. Kan aldıysa buldu diyendikken bunu hep koysa elbette buldu. Burun bayan kıldı bunu. İmam Malik de şu davranışı olsa kan aldırır olmuş kan aldırmayı dep duruldu. İbn Umar radhiyallohu anhu qala la yahtaj muhrim illa yuttara alay. Yani mushu keyingi rivoyatni Imom Malik oldi. Agar chach tutib qolsa bir qo'y qon keladi. Babu dukhul Makkah bisilah.
الشهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة على رأسه مغفر فلما تزعه جاءه رجل فقال له ابن الخطاب متألق بأسفل كعبته قال اطلبه قال محمد إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة هنا أسفل غير مقيم فلذلك دخل على رأسه مغفر وقد بلغنا أنه حين أقام من حنين قال هذه الأمة الدخول بنا مكة بغير إحرام يعني يوم الفتح وكذلك أمر عندنا من دخل مكة بغير إحرام فلا بد له من أن يخرج فيهل بعمرة أو حجة لدخوله مكة بغير إحرام وهو قول أبي حنيفة عن Mekke'ye qurolliq kirish degan bobda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Mekkani fath qilgan yili, ya'ni 8-yili Mekke'ga beshiga dubulga kelgan holatda kirgan. Dubulg'isini ilayotgan chog'da bir kishi kelib, bir chaparman kelib, Ibn Xatal Ka'baning yo'pig'i eslabdi degan chog'da o'tirtinglar deb buyurdi dedi. Bu Ibn Xatal aslida musulmon bo'lib, kim murtad bo'lib, musulmonlar qarshi harakat qilgan bo'lgancha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam "Nerede ko'rsan o'tiringlar" deb buyruq qilgan. Ba'zi rivoyatlarda bu ba'zi musulmonlar o'tganlik uchun qon qisos jazosi bo'yicha o'tirayotgan deyilgan. Va ala rasil maghfar dubulg'a ba'zi rivoyatlarda alayhi imamatun sauda li g'ayri ihram deb kelgan. Ya'ni qora salliga olgan holatda Makka fath qilish kirgan deb. Balki sallining ustiga dubulg'a kelgan bo'lsa, ba'zi chog'da dubulg'isini ilvatsa, sallik holat tug'an bo'lishi mumkin. Qala Muhammad rahimahulloh inna nabiy daxala Makkata hina fataha g'ayri muhrim. Ihrom bag'lamagan holatda kirgan deydi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Makka bir soat halol qilinib bergan. Rasulullohning bir hadisida "Menga faqatlam o'sha bir soat halol qilindi, bundan keyin hech kimga halol qilinmaydi. Buning haromligi burungi asli holatiga qaytdi." Kimiki Rasululloh bunda qurolliq yoki ihrom bag'lamay kirgan deb qolsa, shundanglar deb Rasulullohga alayda bir soat halol qilinganligi kelgan. Shunga dubul kelgan holatda kirgan. وقد بلغنا أنه حين أحرم من حنين قال هذه العمرة لدخولنا مكة بغير إحرام. Bizga yetib kelishcha Hunayndan shu Umratul Ja'rana qilish uchun ihrom bog'lagan chog'da, ya'ni g'azvati Hunayndan qaytib Ja'ran degan joyga kelgan chog'da ihrom bog'lab bir umra qilgan. Shu umrisini mana mush umra biz Makka fath qilgan chog'da ihromsiz kirgan. Umr qilmaydan bundalam kirgan bo'lg'achqa shu qilinmagan umrning o'rniga hisob bo'ldi degan deydi. لدخولنا مكة بغير إحرام يعني يوم الفتح. وكذلك الأمر عندنا من دخل مكة بغير إحرام فلا بد له من أن يخرج فيهل بعمرة أو حجة. Bizning qarashimizda shunday. Makkaga ihromsiz kirib qolgan kishi, ya'ni Makkalikdan boshqa sirtdan kelgan ihromsiz kirib qolsa, halol doirasiga chiqib, haram doirasidan umra yoki hajga ihrom bog'lab, talbiyat o'lab kirdi. وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. كتاب النكاح باب الرجل يكون له نسوة كيف يقسم بينهم. يعني برنتج أيلوا كشة أشولانو يند قناش إشلرنا قندا تقسم قلده. أخبرنا مالك حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن الحارث ابن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بنى بأم سلمة رضي الله عنها قال لها حين أصبحت عنده ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وإن شئت ثلثت عندك ودرت عندهن. قالت ثلث. عبد الملك بن أبي بكر دبلب أن النبي صلى الله عليه وسلم dedi. Bu tashqi ko'rinishda munqati'. Bunu İmam Müslim an Abi Bekrin sami'a umma salamata anna deb manda boshlab mavsul holatda rivoyat qilgan. Ummu Salama radhiyallohu anha o'lgan chaqda
Bana degan shu bir uyga kirdi degan gap. Arablar burun shu yangi to'y qilganlarga bir chidir qurib birdi. Shu chaqdan tortib ana shu bir uyga kirdi deganni shuni ifodalaydigan bo'lgan. Ayatsa tanatgan chaqda Rasululloh Ummu Salamaga shunda degan: "Laysa biki ala ahliki hawan." Yani men sizni tuvan ko'rmayman degan ma'noda. Sizni tuvan ko'rib, boshqa kundashlaringizni afzal ko'rmayman. Unda ish yo'q. Xohlasangiz sizning qishingizda 7 kun turay, ularning qishida 7 kun turay. Xohlasangiz qishingizda 3 kun turay, ularning qishida shundan navbat bo'yicha aylanay demoqchi. Qalat thallat 3 kun turib, boshqaning qishida 3 kun turslar debdi. قال محمد وبهذا نأخذ ينبغي إن سبع عندها أن يسبع عندهن لا يزيد لها عليهن شيئا وإن ثلث عندها أن يثلث عندهن وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. مثلا تلقاغان lekin ba'zi ulamolar agar qiz olsa 7 kun turdi, cho'kanas 3 kun turdi deganlar bor. Lekin bu rivoyatda ixtiyorlikda ekanligi chiqdi. Xolis 3 kun, xolis 7 kun turdi. Yoki shunda sharoit qilib, ya maslahat qilib turdi deganni ko'rsatdi bu hadis. Yani İmam Muhammad va Hanafi mazhabidagi ulamolar yangi ayolning qaysi 7 kun muqim bir tursa, boshqa ayollarning har birisining qaysi 7 kundan qoladi. Agar 3 kun tursa, 3 kun turdi deb. Durtu indahunna deganni shu o'xshash 3 kundan aylanishni deb demoqqa. Lekin jumhur ulamolar durtu indahunna degan shu odatdagi bir kun bo'yicha aylanishni ko'rsatdi deb qaragan. Endi Hanafi mazhabidagi ulamolar islom shariati bu ko'p xudullik bo'lgan ahvolda adolatni ta'kidlagan bo'lg'achqa buning qaysi 7 kun tursa, boshqalarning qaysi 7 kun turdi. 3 kun tursa 3 kun turdi deb teng barobar muomala qilishni ta'kidlab shunda degan. Yana hadisda ikki ayoli bo'lib birisiga mayl bo'lib ketgan kishining qiyomat kuni yerimi saq tushib ketgan holat qopidi degan va'id kelgachga teng muomala qildi degan. Babu adna ma yutazawwaju alayhi al-mar'a. To'yliqning eng tuvan miqdori qanchalik? أخبرنا مالك حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار. قال كم سقت إليها؟ قال وزن نواة من ذهب. قال له أولم ولو بشاه. to'yliqning eng tuvan cheki bormi? Albatta yuqori cheki yo'q. Necha million milliard bo'lsa mayli. Tuvan cheki bormi degan masalada ixtilof bor. Abdurrahman ibn Avf radhiyallohu anhu sahoba ikromlarning millionerlaridan, boylardan. Madinaga shu quruqlam shunday hijrat qilib kelib, keyin qarindosh bo'lgan sahoba o'zining mulkini yerimini beray desimi, qabul qilmay, mana bozorni ko'rsatib qo'yinglar deb, shu kuni 1000 tugini elib, setib, 1000 tugining faqat og'amsidan paydo olgan. 1000 og'amchini. Demak, shunda tijoratda ibva shunda ditliq hisobi bo'lg'achqa, paydo olgan keyincha butun mol-mulkini islom uchun g'azvati Tabuk mujohidlarini qurollantirishda bo'lsin, tayyorlashda bo'lsin, muhim quduqni setilishda bo'lsin, iqtisodini islom uchun sarf qilgan. Madinaga berib yo'nimgan ekan, bir kuni siriq bir xushbo'yninki asiri juqib qolgan holat keldi Rasulullohning huzuriga. Kiyimiga juqqan bo'lishi mumkin, badaniga juqqan bo'lishi mumkin. Siriq xushbo'y. Ya'ni biz dedik-ku, masalan, siriq xushbo'y bilan bo'yalgan kiyimni kiyishga bo'lmaydi, erlar kiyishga bo'lmaydi dedik. Shunama nima uchun bu ayollarga o'xshab qilish? Endi bu ayollar masalan to'y bo'lgan qizlarga ishlatgan bo'lg'achqa bu shuningdan juqqan. Juqqaniga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundan so'g'an. Nima ish bu? Bu bir xil qaygan holatda so'rash. Bu nima gap bu? Akish turibsan siriq narsani qo'yib oldingmi degandikan, men to'y qilgan deb o'zirsini bayon qilib, shu to'yning qilib qolgan nimasi ekan? Degandikan, kam suqta ila qanchalik to'yliq berdin? Asli suqta degan saqa unda haydab operishni ko'rsatdi. Aslida arabda tugi to'yliq qildi. Yani tugini to'yliqni haydab opadoq deydigan ish bo'lg'achqa, to'yliq berding demoqchi meyada. Qala wazna nuwatin min zahab. Qo'mining urug'ichilik oltoni. Bir uruq miqdori degani bu arablarning orasida bir o'lcham, yig'irlik o'lchami, ya'ni 5 tanga yoki hozirgi gram o'lchimida 14 gram 88. 14,80 yani 15 gramga bormaydi. Qala lahu awlim wala wisha. To'yliq ziyofati bergan bir qo'y so'yib bo'lsa-mu,
to'yliq ziyofati bergan, to'yliq ziyofati ber degan, avlim degan shu buyruqni jumhur ulamolar mandub deb tushungan. Vacib emas, yani to'y qilish, to'y murosimi, ma'rikasi o'tkazish vacib emas, mandub degan. قال محمد وبهذا نأخذ بأدنى المهر 10 دراهم ما تقطع فيه اليد وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. Biz to'yliqning antuen cheki bor deb qaraymiz. Bu 10 tanga, bu 10 tanga, shu 10 tangani o'g'ilsa, shu qimmatli bir narsa o'g'ilsa qo'l kesiladigan o'lcham shu deydi. Nonki bu shariat belgilagan bir to'yin o'lcham bo'lgan ekan, biz musulmon shu to'yliqda ishlatamiz demoqchi. Shafiy va Hanbali mazhabdagilar uning aqallining cheki yo'q. Ishqi masalan bir tal jingna, bir tal tumi uzuk masalan. Yoki hozir shunda chashq taqaydigan nima bo'lsin, nima bo'lsa bir yog'liq bo'lsinmi, bo'ladi deb qaraydi. Hozir endi 10 dirham degan bizning pulimizda 60-70 ko'ydek bir narsa bo'ldi. 60-70 ko'ydan bir narsa bo'lsa qo'ysa. Ha? Babu la yajma'u ar-rajulu bayna al-mar'ati wa 'ammatiha fi an-nikah. Bir kishi esa ikki xotin olgan bo'lsa, ayolining hammasini olsa bo'lmaydi demoqchi. Ya'ni amirda bir ayol va uning hammasini saqlasa bo'lmaydi. Bu nikahda endi mulk yamin bo'lsa-mi, didak shaklida bo'lsa-mi bo'lmaydi. Agar ikkilaylarni tang nikohlab olgan bo'lsa, ikkilaylarning nikohi batil. Birini apolab ikkinchisini olgan bo'lsa, birinchisinin kuchiga, ikkinchisinin batil. Akhbarana Malik حدثنا أبو زناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. Albatta bütün ehli sünnet cumhur ulamalar shunda qaraydi. Hamma bilan jiyanini, ikkalanini tang amr saqlash bo'lmaydi. Xuddi masalan ochsonini saqlag'ili bo'lmagandek. Nikah qilgan chog'masan 4 ayolni ilishga ruxsat qilgan ekan, bu ayollarning ichida shu ayollardan ikkisi bir-biriga nisbatan bak yaqin tuqqan bo'lib qolsa, buning o'rtadagi kundashlik meselesinden bunun oturup bir ziddiyet, adavat payda buludu. Lakin bu yakın tuqqanchilikqa bu adavat ziyankeşlik qilib, sil rahimni üzüp qo'yishga ilib bordi deb shariat shunda yakın tuqqanni amrida saqlamaslikni yo'l qo'ygan. Qala Muhammad va bayadana va qul Abi Hanifata wal 'ammatu min fuqahana. Albatta jumhur ulamolar hammasi shunga ittifoq. Faqat xavorijlar bo'ldi deb qaragan. Chunki Qur'on Karimda va an tajma'u baynal ukhtayni deplan to'xtagan bo'lg'achqa ammani jamlisi bo'ldi deb qaraydi. Albatta bu hamda ya'ni nikoh dedi, lekin nima deb shunday masalan dedak yo'lab qilib bir odamning qo'li ikki dedak bo'lsa, masalan achsonal deymiz yo ammasi bilan jiyani bunda bo'lib qolsa-mu, shunga o'xshash. أخبرنا مالك أخبرنا يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب ينهى أن تنكح المرأة على خالتها أو على عمتها وأن يطأ الرجل وليدة في بطنها جنين لغيره. Bir dedek, kenizekning qo'sqida boshqa bir kishidan to'ralgan bir homila bo'lgan ahvolda unga yaqin kelsa bo'lmaydi demoqchi. Boshqaning ziroatini sug'agan degandek iboralar ba'zi hadislarda. Albatta uni tug'ib andin saqiyib tayyorlagan chaqda andin bu yana setib olgan kishi emasdan andin unga yaqin keldi demoqchi. قال محمد وبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. Valida degan dedak. Babur rajuli yaxtubu ala xitbat akhi. Biraylan bir qizni olaman deb so'z ochgan bo'lsa, bular ikki taraf ya'ni ikki oila to'yga tutishib, ma'qul kelib qilgandan keyin to'ylashdan oldida biraylan ustilab eg'zasi bo'lmaydi demoqchi. Ba'zi ulamolar birisi so'z echib, taxa tutishib, taxundan nima qilmagan bo'lsa, so'zasi bo'lmaydi deb qaraydi ba'zi ulamolar. Mesela so'zlashma mushu hadisning davomida Buxoriyda bog'daymi? La yaxtubu ala xutbat akhi va la yabi ala bay akhi degandek. So'zlashma bir qo'yni so'zlashyapmiz hozir. Manch pul bilanma kam bo'lar. Azroq qatay. Bunda so'zlashayotgan biraylan ko'plab, ha, munbaysiz ko'yma olay desa, o'shadan mendan tillaydi. So'zning ustiga ko'plab so'zi qilish. Ba'zi ulamolar, yoki jumhur ulamolar ikkaylam tutishib, hamsi to'y qilaylar, kelar oyda qilamiz deb birdigan bo'ladi bizni. Tutuşup, dastan ekilip, anda qo'ygandan keyin to'yning kunini bekitib saqlab tursa, millioner hocam miskiltlam, manch pul to'yni olay deb lam bo'lsa, ma'va mana harom deb bunda qaraydi.
Ammo kutishmagan holatda javob bermabdi masa, ya bireyle, ya ma'qul degan javob bermay, o'ylashayotgan holatda bo'lsa, kirib yig'izlamaydi deydi. أخبرنا مالك أخبرنا يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى ابن حبان عن عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. Qarindishinglar so'z soldirib, ig'iz ochib, kutishayotgan qizga ig'iz ochmanglar. Bu xabar la yaxtuba, la yaxtubu. Bu rivoyatda la yaxtubu deb kelgan. Ig'iz ochmaydi. Ig'iz ochmasin degandan kuchliq ma'lum. Ig'iz ochmaydi. Bu yerdagi nahiy degan nahiy ma'nosida shu xabar desakmi, nahiy ma'nosida bu haromlikni ko'rsatadi. Shu qilgashi harom ish. Bu sayindi bu hadis. لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيه. قال محمد وبهذا نأخذ قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا باب الثيب أحق بنفسها من وليها. شو كان توي إشدا وليسها قرغاندا حقيقة وليسنن ماقبة. Yani toyda ma'qul deb bunga qo'shilish, qo'shilmaslik deganda uning bir haqqi bor. Ayolning uning haqqi, lekin buningki haqqi sal ortiqroq demakchi. أخبرنا مالك أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية الأنصاري عن خنساء بنت خدام أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه. خنساء بنت خدام رضي الله عنهما bu qizi va dadisi sahaba Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga shikoyat qilib kelgan. Otam meni men xohlamsammi birisiga nikohlab berdi. Bu shu chaqda cho'kankan. Yo'ldishi, birinchi yo'ldishi Uvays ibn Qatadul Ansari Uhudda shahid qilingan bo'lib, dadisi birisiga nikohlab bergandiga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelsa, Rasululloh uning nikohini bekor qilyapti, inovatsiz qilyapti degan. Radda nikahahu degan dadisining qilib qo'ygan nikohini bekor qilyapti. Ayollarning va insonlarning kishilik huquq, haqlari, erkinligi masalasi. قال محمد لا ينبغي أن تنكح الثيب ولا البكر إذا بلغت إلا بإذنها. شو كان بوسون قız olsun ruhsati bilan ondan to'y qilindi, rozilik bilan to'y qilindi. Balogatga yetgandikan uning ashunda rozilik berish haqqi bor. Ra'yini olish lozim. Fa amma idnul bikri fasamtuha wa amma idnus sayyib faradaha bilisaniha zawwajaha waliduha aw ghayruhu. Qiz olsa gap qilmay jim tursimi bu ruxsat hisobida. Ayak qilgan bo'lg'achqa lamchim demay tursa ruxsat qilganligi bo'ladi. Albatta hozirgi uchiq davrda, lekin burun ham shunday ya qarab tursa ma'qul deganlik bo'libdi. Chunki yana bir hadisda al-ayyimu ahaqqu bi nafsiha min waliha wal bikru tusta'dhanu wa idnuha sumatuha degan. Cho'kan bo'lsa uchiq ifodalashi lozim roziligini. Albatta o'zining og'zi bilan ma'qulga bu deydi. Uchiq deydi. Chunki ta'lim qilmaydigan bo'lg'achqa. Dadisi to'yni qo'ygan bo'lsin, boshqa bo'lsin. Ba'zi ulamolar balki ayirish mumkin. Dadisi to'yni qo'ygan bo'lsa, ya cho'ng dadisi to'yni qo'ysa manda, boshqa yiroqroq tuqqanlar to'yni qo'ysa manda deb. Chunki bu yerda ikkisi o'xshash dedi. Va huwa qawlu Abi Hanifa wal 'ammati min fuqahaina. Babur rajul yakunu 'indahu aktharu min 4 niswa fa yuridu an yatazawwaj. To'rtdan ko'p ayol bo'lgan bo'lsa, ya 5 sanmoqchi yoki uning ko'p ayoli bor kishi qanday qiladi desa, akhbarana Malik akhbarana ibn Shihab qala balagana anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qala li rajulin min Thaqif wa kana 'indahu 10 niswa hina aslama ath-Thaqafi fa qala lahu amsik minhunna 4 wa fariq sa'irahunna. Demak bu 10 ayol holatda musulmon bo'lgandan keyin shariat ruxsat qilgan 4ni amringda tutib qilib, qonunni qo'yib o'tgan debdi. Qal Muhammad va biyada naqud yaqtaru minhunna 4 ayyatuhunna sha'a va yufariqu ma baqiya. İmam Muhammed rahmetullahi alayhi shulardan 4ni tanlab ham qolgan 6ni qo'yasi bo'ldi debdi. Jumhur ulamolar shunday qilgan. Bu 10ni bir aqlanmagan bo'lsin, bir so'rinda bir nikohda yoki bir-birlab tartib bo'yicha olgan bo'lsin, o'xshash deb qardi Muhammad. Va amma Abu Hanifa rahimahulloh faqala nikahul 4 al-awwal jaiz. Ay tartib bo'yicha birdan olgan bo'lsa, dastlabki 4ning nikohi shu kuchga ega, jaiz degan mishada inovatli kuchga ega degan bo'ldi. Va nikahu man baqiya minhunna batil. Undan keyingilarning batil. Va qavli Ibrohim an-Nakhai. Ammo hammalarni bir aqlamagan bo'lsa, hammasining batil bo'lib ketdi. Batil bo'lib ketgandan keyin
to'rtini yangidan nikohlab oladi dedi imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi. أخبرنا مالك حدثنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الوليد سأل القاسم وعروة وكانت عنده 4 نسوة فأراد أن يبت واحدة ويتزوج أخرى فقال نعم فارق امرأتك 3 وتزوج. وقال القاسم في مجالس مختلفة. ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيء إمام مالك أستاذه ربيعة الرأي دبطلده ومجتهد إمام مالك أن الوليد بن عبد الملك بن مروان مش خليفة أمرانın birisi Medine fuqahalarida 7 fuqaha deb mashhur bo'lgan Al-Qasim va Urva ikkalandan so'rabdi. Buning amirda 4 ayoli bor ekan. Birisini uzil-kesil qo'yib, bir taloq bilan qo'yversin, 3 taloq bilan qo'yversin, lekin uzil-kesil ajraydigan qo'yib, yoki 3-chi taloq bo'lishi mumkin. Yana birini olmoqchi bo'libdi. Shu qo'yayotgan ayolning iddati to'shmasda, yana bir ayolni matrabdan birini qo'yib turib, 4ni to'liqlayma demoqchi. Bu haj umriga kelishdi Madinada o'tgan vaqtida bu ikki olimdan so'rgan. Faqala na'am Urva bo'ludi. Farq imroataga 3 va tazawwaj. 3 taloq qilib, ondan 4-chisini olsang bo'ladi debdi. Urva majalisi muxtalifa demabdi. Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr وقال القاسم في مجالس مختلفة. القاسم alayda taklif qo'yib 3 taloqni ayrim so'rinni qilsa, chunki 3 taloqni bir aqlam qilish sunnatga xilof demoqchi. Ya'ni voqea desakmi, inovatga kelsak bir so'rinda 3 taloq qilish bidat bo'lgan ekan, ma so'rinda bir taloq qilib, o'yliq chiqib o'tirib bir taloq qilib, ya'ni anasini gapirib qo'yib bir taloq qilib, bunda 3 taloq qil demoqchi 3 so'rinda. قال محمد لا يعجبنا أن يتزوج الخامسة وإن بت طلاق إحداهن حتى تنقضي عدتها. Talaq qilgan 4-chi ayolning iddati to'shqicha 5-chisini olsa bo'lmaydi deb qaraymiz. Batta talaq ihdahunna degan 3-chi taloq bilan uzil-kesil qo'yayotgan taqdirdami, bir taloq bilan qo'yib qilsa bo'lmaydi. 3-chi taloq bo'lgan taqdirdami, 3 o'rinda taloq bo'ladi yoki burun 2 taloq qilgan ondan bu 3-chisi ekan. Bunda bo'lsa-mu durust bo'lmaydi. La yujibuna an yakuna ma'uhu fi rahmi 5 niswatin hara'ira. La yujibuna degan halol bo'lmaydi. La yahillu degan ma'noda. 5 ayolning baliyat qisqa unda mani to'kash halol deb qaramaymiz. Chunki shariat va ruba' deb 4 qadar ruxsat qilgan. U 5 ayolni bir vaqtda o'ziga tava qilsa bo'lmaydi demak. Ya'ni bu iddat mezgilimi shu yerga tava mezgil bo'lg'achqa xuddi 5 ayol buning tava bo'lib qolgandek bo'ldi. Va huwa qawl Abi Hanifa va al-ammati min fuqahaina. Erlarning iddat tutudi degan masalasi shu. Erlarning iddat tutgan ishbami bo'lsa, ikki ahvolda iddat tutudi deymiz. Birinchisi 4 ayol bo'lib, birinchisi qo'yib qolsa, 5-chisini elish masalasi, ikkinchisi ochisan olmasan. Bir ayolni qo'yib, uning ochisini yasanlanmoqchi bo'lsa, shu iddati to'shqanda anda ola oladi, gachida olmaydi. Demek ayollar iddat tutgandek, erlar mush ikki masalada iddat tutadi. Ya'ni kun sanaydi. Ajrgan bilan bu iddat hozir mush erningki, mesela ayolning qo'sqidi bo'lsin yoki boshqa tarafdan buni iddat tutishni biz ibodat deb qarasak, uylanib ketgan zaman shu zamonda asli vaqt iddat tutadi. Ayol o'lib ketsa-mi? Yo'q, mesela ochisilib ketsangiz, iddat tutadi. Ayol o'lib ketsa, iddat bo'ldi. İddatni ibodat, ya'ni erningki haq hurmati va ila oxiri aslında deb qolsak, mush erga tavallikni bildirgan bir mezgilamdi. Butunlay ham tavallikdan chiqib bo'lmagan bo'lg'achqa, bu erning amrida 5 ayol bo'lib qolgandek bo'ldi. Babu ma yujibu sadaq. Mehr to'yli qachon vojib bo'ldi? Axbaran Malik axbaran Ibn Shihab. An Zayd ibn Thabit radhiyallohu anhu qala idza dakhala ar-rajulu bi imra'atihi wa urkhiyat as-sutur alayhima faqad wajaba as-sadaq. Zayd ibn Thabit radhiyallohu anhu bir uyga chigandikilar bo'ldi, mehr vojib bo'lib ketdi. To'ylab qilish lozim. Perden shunda tushirasan, ishni yeb bassa, ya'ni bular bir xaliyan bir kim ko'rib qoldigan yo qarab turgan bir nimadan xali bir joyda bo'lib qolsalar, to'ylab vojib bo'ldi deydi. Yani urxiyat suturiyasi bu burunamda chedirning shu bilanziloratiga bu yerda bilanzi tashlash degan o'zi maqsad qilmaydi. Nima deymiz buni? Kinoya. Ya'ni sahih bir xulva bo'lsalam dengan. Undan keyin u parda bo'lsin, bo'lmasin o'yining sahih bir xulva bo'lib qolsa,
to'yliq vojib bo'ldi. Uli billa bo'lsin, bo'lmasin. Paranglashib o'tgan bo'lsa-mu, mahri bo'ldi, vojib bo'lib ketdi. Billa bo'lmagan bo'lsa-mu, ya mahrul musamma tushgan to'yliq bo'ldi yoki to'yliqning gapini qilmaydan to'y qilgan bo'lsa, mahrul misliga yo'tkildi. Mahrul misligan shu qizningki sansi achisi va shu tabig'idagi qizlar oldigan to'yliq. Masalan 30 ming ko'y, 40 ming ko'y hozir qilmada. قال محمد وبهذا نأخذ وقول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. إمام أبو حنيفة وإمام أحمد بن قرشة الله تعالى القرآن الكريم ده وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض فأخذنا منكم ميثاقا غليظا. أفضى بعضكم إلى بعض. أفضى diyen söz bir narsanın yetkenlik, tutaşkanlıkını bildirdi. Birinlarga tigişken yani tutaşkan diyen. Yani mesela bula şu hali bir öyde turab paranglashib ya beyanını tutgan bo'lsin mesela jima qilmagan bo'lsa-mu buni qaytirasan bo'lmaydi degan. Yakanda jismning ba'zi yerlari qarabdimiz ayol bo'lganki ayol bo'lganki qaridi desak jima bo'lmagan bo'lsa-mu mahr vojib bo'ldi. Chunki bu yerda ifto bor. Yani şu ayetga hozir muvofiqma Abu Hanifa'nın qarashi. Ve qala Malik ibn Anas in talaqaha ba'da zalik Malikun Maliku dedik. Bunun için mudaf İbnu deymiz hamda. Fail olan iken İbnu Malik'nin misita sifa badal atf bayan acık nasıl da baksandı. Yani Malik nima Arabe fail. Lekin bu mudaf. Bu yak mudafның orunda. Şu Malikun degende biz Maliku dedik. Tenvinle lotqo İbnu bununki sıfatı. Ya atf bayanı ve akizası. Anda Enes mudafın ilayhi. Yani bu Malik ve onun tava bo'lgan sıfat atf bayanı ya bedeli ikisi nimin orunda? Mudafın orunda. Enes mudafın ilayhi. Şuna bu Malikun asli ma. Mudaf bo'lgandan tanvin chiqib ketadi. To'y ishlarda qachon unda shu mahr hozir erning geldiği vacip bo'ldi, to'lishi lozim. Mahr berishi lozim deymiz degan masala. Bir uyga kirib bo'liblam, keyin taloq qilib olsa, lam yakun laha illa nisfu sadaq. Faqat yarim to'yliqni beradi deydi. Ya'ni billi bo'lmagan bo'lsa-mu, uyga kirgan bo'lsa, taloq qilib o'tib qolsa, yarim to'yliqni berish kerak. Xoli bir uyga kiribdi, lekin billi bo'lmasdan taloq qilib o'tib qolsa, jima qilmagandan keyin to'yliqning yarimi keladi. Fanisfu ma farattum dedi-ku, ha? Fanisfu ma farattum. Ya duxul bo'lmagan taqdirda yarimi illa yatula muksuha ve yetalazzada minha feycibi sadaq. Ama yanında uzun turib, onundan bazı bir bahar ağın bo'lsa, ajma qilmagan bo'lsa, masalan tutish, suyash, quchoqlashdik bunda ishlar bilan unda bir huzurlangan ahvolda bu chog'da yejbi sadaq, ya'ni kamilan demakchi. Babu nikah shigar. Shigar degan aslida bo'shliqni bildirdi. Makanun shag'ir, ya kursi shag'ir deymiz, bo'sh. Yani bu to'yliqsiz nikah qilish deganman. To'yliq bo'lmagan nikah, to'yliqdan xoli nikah. Lekin bu bir xil nima sig'isi, mufaala sig'isi shu. Qatala yuqatilu qitalan va muqatalatan. Yani bir mufaala va ma'da, ha? Ikki tarafning o'tirib bo'layotgan bir ish. Bu aslida qaychiqida bo'lmoqchi. Sizmi bizga to'yliq qilmasdan, bizmi sizga to'yliq qilib olmaylar? Ikkisini bir-biriga chaqlataylar degan. Nikah shigar. Bu cahiliyette şunda qilgan ahvoli bordi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buni undan to'sgan. Bu muttafaqun alayhi hadisimni. Va shigaru degan Rasulullohning so'zi emas, bu izohati, sahaba ya tabiinlar. Shigar nima desa, mishada Abdullah ibn Umar mesela ya Nafi' mushuni izohlab berdi hozir. أخبرنا مالك أخبرنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار والشغار الشغارنا تشندرب قيده نافع تشندرب وتده ياك عبد الله بن عمر تشندرب وتده أن ينكح الرجل ابنته على أن ينكحه الآخر ابنته ليس بينهما صداق bu qaç qudul ekan. Bu tarafni to'yliq qilmaydi ekan, o tarafni to'yliq qilmaydi. Ya'ni qizni berish kerak emas, sanglisi bo'lsin, mush oiladan bir qizni o oilaga bersa, o oila bir qizni oilaga bersa, ikkilaylan to'yliq qilishmaydi ekan. Qala Muhammad va biyadanahu la yakunu sadaqu nikah imra'a. O to'yliq degan bir ayolning nikohi to'yliq qilmaydi deydi. Qarshi tarafning qizni berish bir to'yliq hisobida unda bo'lmaydi. فإذا تزوجها على أن يكون صداقها أن يزوجه ابنته فالنكاح جائز. Mesela bunda nikahını mesela kıldı değil. Bunda nikah bulaptı. Boğulup bulapaldı. Bunun hükmü nima deb kep qalsa, bo'lgan bo'lsa bu nikah kuchga ega. Jaiz degan kuchga ega degan. Hanifiy mazhab
qarashida nikoh hisob. Lekin biz mana realistik chegizmiz. Shariatning qalbiga chegizmiz. Sen shariatning bizga raqamlar qilib qopsa, shariatning qalbi shunda asosak, bunda avvalda masalan to'yliq kutishmaydan to'y ahvolda mahrim misli vojib bo'ldi vojib. Undan keyin sen mahrim mislini berversan, to'y hisob bo'ldi deydi. Biz hamda chalaqagan narsani to'liqlab o'tamiz. Bu to'yliqsiz bo'lgan ekan, bu to'yliqni berdiganga to'g'rilab qo'ysak, joyi ketaverdi. Wala sadaqu mitliha min nisaiha. To'yliq faqat tutishmagan ekan, manchpul deyishmagan ekan, shu oildan yatliq qilingan ayollar nechpul to'yliqda yatliq qilinsa, shuncha bekitimiz. Min nisaiha degan ash qiz chiqqan oilaningki ayollari qanda to'yliq bilan yatliq bo'lgan bo'lsa, masalan shu qizningki singlisi, achisi yo hammasi nech pulga yatliq qilgan bo'lsa, shu to'yda masalan 30 ming ko'yga 40 ming ko'y bo'lsa, achisi 40 ming ko'y tekkan bo'lsa, singlisinikini biz 40 ming ko'y deb hisoblab qo'yamiz. La vaqsa wala shatat. Kam ya ortiq qilmaymiz demakchi. Dal-mudal ashunda to'g'rilami. Kam emas, ziyoda emas. İmam Abu Hanifa ve Kufa ulemalaridan köpçülüke müşunda qaraydı. İmam Şafi rahmetullahi aleyhi müşunda qaraydı. İmam Malik, İmam Ahmed'limi bir rivayette şunda qaraydı. Başka ulemalar mahremsizlik birimi buna ruhsat olmaydı oldu. Ama sen arasıydı. Subhanakallahumma bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.